بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taolo ushbu sayyida ayyom kunini barchamizga barakotli qilgan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 6-dars. Hijratning 9-yili mana siyrat darslarida o'qiganmiz birodarlar, vafdlar, elchilar yili deb nomlandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotidan qaytib kelganidan keyin ana shu elchilarning kelishligi yanada ham ko'paydi. Chunki ana shu davrdagi eng qudratli deb hisoblangan mamlakat Rum Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'shini bilan jang qilishlikdan qo'rqdi, chiqmadi. Buni ko'rganidan keyin boshqa arab qabilalari, ya'ni mana shu ish nima bilan nihoyat topishligini kuzatib turgan arab qabilalari ham Rasulullohni quvvatiga tan berishni bizatildi va kelib iymon keltirishlik kerakligini, haqligini tushunishdi. 9-yilning oxiri 10-yilning avvalida odamlar Allohning diniga to'p-to'p bo'lib kirishlikni boshlashdi. Ana shu kelgan elchilarning orasida Yamanlik kishilar ham bor edilar. Yaman ahli haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Buxoriydan keltirilgan hadis. An Abi Hurayra roziyallohu anhu ani nabiy sollallohu alayhi vasallam qala: "Atakum ahlul Yaman, hum araqqa afidatan va alyanu quluban wal iymanu yamanu wal hikmatu yamaniyatun." Rasululloh aytdilar, ana shu elchilar kelganida sizlarga Yaman ahli keldi. Ularning ko'ngli raqiq, qalbi yumshoq kishilardir. Iymon yamoniydir, hikmat yamoniydir. Yamanlik kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qolgan qavmimizni ham islomga da'vat qilishlik uchun sahobalaringizdan qo'shib beringizga deb so'ranishdi. Ya'ni dinga da'vat qilishlik uchun. Yamanliklardan odamlar iymon keltirishdi, ammo hammasi emas. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalariga kim Yamanga borib da'vat qilishga tayyor deb so'radi. Shunda bir qancha kishilar sahobalardan bir qanchalari biz chiqamiz deb Rasulullohga aytishdi. Ularning orasida ko'zga ko'ringani Xolid ibn Valid roziyallohu anhu edi. Endi Xolid ibn Validning jang maydonida misli yo'q. Kuchli jangchi, mohir qo'mondon. Endi bu kishi o'zini da'vat maydonida ham sinab ko'rmoqchi. Rasululloh ruxsat berdi. Xolid ibn Valid boshligidagi sahobalar jamoasi Yamanga borishdi. 6 oy da'vat qilishdi, lekin hech kim ularning da'vatiga ijobat qilmadi. Qarang, har bitta sahobani o'zini qobiliyati, iqtidori bor. Hozir aytganimizdek, Xolid ibn Validga teng keladigan qo'mondon, jangchi yo'q. Ammo da'vat maydoni boshqa maydon. Demak, bir odam ham jang maydonida mohir, ham da'vat maydonida mohir, ham infoq ihson masalasida bu bir xil bo'lishi mumkin emas ekan. Shuning uchun Xolid ibn Valid 6 oy da'vat qildi, lekin hech kim da'vatiga ijobat qilmadi. Shunda Rasululloh Xolid roziyallohu anhuni qaytib kelishlikka buyurdi, o'rniga Ali ibn Abi Talibni jo'natdi. Ali ibn Abi Talib bordi, Yamanliklarni da'vat qilishlikka kirishdi. Mana endi Ali ibn Abi Talibni faqatgina jang maydonidagi jismoniy quvvati, askariy mahorati, qo'mondonlik bir iqtidor emas, ilm, hikmat, da'vatdagi puxtaligi ham ko'zga ko'rindi. Yamanning eng katta qabilasi bu Hamadon edi. Hamadon. Ular islomni qabul qilmagan. Ali ibn Abi Talib da'vat qildi, Qur'on tilovat qildi, ulardan kelgan savollarga javob berdi, hikmat bilan, ilm bilan, mantiq bilan, hujjat dalil bilan. Natijada Hamadon ahlining hammasi iymonga keldi. 6 oy sahobalardan iborat bir jamoa kelib qilolmagan ishni Ali ibn Abi Talib bir kunda qilib qo'ydi. Bu xushxabarni Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizga Madinaga yubordi. Hamadon islomi xabarini. Bu xabardan payg'ambarimiz juda qattiq xursand bo'ldi. Xursandchiligi shunday bo'ldiki, sajda qildi payg'ambarimiz. So'ngra assalomu ala Hamadan, assalomu ala Hamadan dedi. Qarang, payg'ambarimiz qanchalar xursand bo'ldi. Yamanning eng katta qabilasi iymonga keldi. Bir kunda. Kimning qo'lida?
Shuning uchun iqtidor, qobiliyat Alloh taolo tomonidan berilgan bir rizq, ne'mat. Har kimga har xil beriladi. Bolangiz o'qi desangiz, qobiliyat yo'q. Sen odam bo'lmaysan deb turib, uni chizib yormang. Ehtimol boshqa qobiliyat ochilib qolar. Ali roziyallohu anhu Yamanda turar ekan, Yaman ahlini ishini tartibga keltirdi, zakotni yig'di, haqli kishilarga tarqatdi. Moli davlat yana ziyoda bo'ldi. Vaqt haj mavsumiga yaqinlashib qolgan edi. Payg'ambarimiz mana shu hajni qilgan edi. Rasululloh bilasizlar 4 marta umra qilganlar, 1 marta haj qilganlar. Rasululloh bilan birga haj qilishlik uchun Madinaga qarab yo'l oldi. O'zi bilan yig'ilgan zakot tuyalarini, zakot mollarini ham olib chiqdi. Ali ibn Abi Talib o'ta zohid inson bo'lgan. Musulmonlarning moli, Baytul Molning moliga o'ta ham haris edi. O'zlari tuyalarini meni Madinaga qarab kelishyapti. Yana zakot tuyalari ham bor. Endi zakot tuyalari birovni minishga haqqi yo'q. Alining hamrohlari o'zimizni tuyamiz charchaganda zakot tuyalaridan minaylik navbatlashib. Tezroq yuramiz, o'zimizni tuyalarimizni damaltirgani ketadigan vaqtdan tejaymiz deyishdi. Ammo Ali roziyallohu anhu unga ko'nmadi. Bu sadaqa tuyalari, zakot tuyalari minmaysizlar. Agar aytyapmiz, ruxsat berganida tezroq yuriladi, ammo Ali roziyallohu anhu unga ko'nmadi. Endi bu yerdagi Ali ibn Abi Talibning hamrohlari Ali roziyallohu anhuni qilayotgan bu ishini mubolag'a deyishdi. Nima endi minib qo'ysa, so'yib berib qo'ymayapmiz deganda. Ammo Ali ruxsat bermadi. Rasululloh haj qilishligi uchun Madinadan chiqib ketgan edi. Shunda Ali roziyallohu anhu hajdan qolmay deb o'zini o'rniga sahobalardan birini Abu Said al-Hudriyni amir qilib qo'ydi-da, Rasululloh tomonga qarab chiqib ketdi o'zi. Rasululloh bilan birga yetdi, Rasulullohga yetib oldi, birga hajni qildi. Endi orqada qolgan jamoat Abu Said al-Hudriy qo'liga topshirildi. Aytishdiki: "Ey Abu Said, hajdan qoldik. Yurishimiz sekin bo'lyapti. Tuyalarni minishga ruxsat bering" dedi. Abu Said al-Hudriy ruxsat berdi. Tuyalarni minib kelishdi. Haj tugagandan keyin payg'ambarimiz o'zining jamoatingizga qaytib boring oldiga deb Ali ibn Abi Talibni qaytardi. Kelsa, boyaga ahvol. Zakot tuyalari minishyapti. Shuni ular bilan qattiq ranjib ular bilan urushib berdi. Shunda Abu Said Hudriyga nima qilganing bu? Bu din ishi. Sen o'zing xohlagandek tasarruf qilishga haqqing yo'q deb koyidi. Haj tamom bo'ldi. Mana shu jamoat payg'ambarimiz oldiga G'odiruhum deb nomlanadigan joyda yetib kelishdi. Sa'd ibn Malik ibn Shahid Rasulullohning huzuriga kirdi. Bu Ali ibn Abi Talib bilan kelgan jamoatdagi bir kishi. Keldida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alini qilgan ishdan shikoyat qilib ketdi. Sa'd ibn Malik aytadi: Rasulullohning huzuriga kirib salom berdim, u zot Aliga oldi. O'zim haqimda, oilam haqida so'radi. Bo'lgan ishlarni aytib berdim. Endi Yamandan qaytishga haqida so'z qilish kerak bo'lganda Sa'd ibn Malik Ali ibn Abi Talibdan shikoyat qilib ketdi. Qattiqlik qildi, tuyalarni mindirmadi, safarimiz kech qolib ketdi. Sa'd aytadi: "Men Ali haqidagi gapga berilib ketib gapirayotganimda Rasululloh sonimga shunday qo'li bilan urdi-da, "Ey Sa'd ibn Malik, jim bo'ling" dedi. "Bas qiling" dedi. "Birodaringiz haqida bunday so'zni gapirishdan tiyiling. Vallohi, bilasiz, albatta u Alloh yo'lida qattiq kishi" dedi. So'ngra aytdilar payg'ambarimiz: "Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Allohumma vali man valahu va adi man adahu." Hamma sahobalar eshitib turibdi. Aytdiki: "Men" dedi Rasululloh, "kimni mavlosi bo'lsam, kimni do'sti bo'lsam, Ali uning do'sti, mavlosidir. Parvardigor kim Alini do'st tutsa, sen uni do'st tutgin. Kim Aliga adovat qilsa, sen ham unga adovat qilgin." Duo qildi. Bundan ma'lum bo'ladiki, Ali ibn Abi Talib haqida hech kim yomon gapirishga haqqi yo'q. Kim biror yomon so'zni gapiradigan bo'lsa, demak bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasiga xilof chiqibdi. Albatta bu holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan Aliga katta bir ulkan sharaf berildi. Sa'd ibn Malik rosa yomonlayotdi. Payg'ambarimizdan boyagi so'zni eshitib turib, "Ey Sa'd" dedi o'ziga.
onang seni yo'qotib qo'yib yig'lasin. Bundan yomonroq kunni ko'rganmisan? Vallohi qaytib Ali haqida yomon gapirmayman. Na maxfiy suratda, na oshkora suratda. Rasululloh Ali ibn Abi Talibni shunday yaxshi ko'rganki, hech kim Ali haqida yomon gapirmasin. Haqqi yo'q. Demak, kim Ali haqida yomon gapirsa, Rasulullohning ko'rsatmasiga xilof chiqibdi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotining hamma bosqichida birga bo'ldi. Makki davr, undagi mehnat, mashaqqatlar, azoblar, hijrat. Rasululloh vafot etgunicha Rasulullohga eng yaqin kishi bu Ali ibn Abi Talib bo'lgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ajali yetib vafot etdi. Birodarlar, bu o'lim Alloh taoloning koinotga qo'ygan sunnati. Rasululloh ham vafot etadi. Avvalgi hamma anbiyolar ham vafot etishgan. Bu yerda o'tirganlar ham hammamiz vafot etamiz bir kun. Hamma o'tadi. Avvalgi payg'ambarlar o'tgandek Rasululloh ham vafot etdi. Astagfirullah. Va ma Muhammadun illa rasul qad xolat min qablihi rusul. Muhammad alayhisalom kim? Bitta payg'ambar. Hamma payg'ambarlar qatori payg'ambar. U kishidan avvalgilar ham payg'ambarlar o'tgan. Demak, biz ham o'tamiz. Faqat nima bilan eslashadi bizni? O'layotganingda pulimi palonchiga, po'kinchasi palonchiga demagan dedi Rasululloh. Chunki pul o'shalarniki bo'ldi endi. Senga endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishi tamomiga yetdi. Risolatni yetkazdi, omonatni ado qildi, ummatiga nasihat qildi. Demak, Rasulullohning dunyodan ketish vaqti yetdi. Alloh taolo aytdi, astagfirullah, "Iza jaa nasrullohi val fath." Qachon Allohning yordami va madadi, g'alabasi kelsa, odamlar to'p-to'p bo'lib Allohning diniga kirayotganini ko'rsangiz, darhol Parvardigoringizga hamd aytish bilan u zotni poklang, u zotdan mag'firat so'rang, zero u tavbalarni qabul qilguvchi bo'lgan zotdir. Demak, Rasulullohning ishi nihoyasiga yetgan edi. Rasululloh ketish kerak edi. Rasululloh vafot etdi. Islom odamlarning qalbiga kirib bordi. Rasulullohning ishi nihoyasiga yetdi. O'zi tarbiyalagan avloddan qalbi taskin topdi. Sahobalar avlodi Rasulullohning qoldirgan omonatini endi insonlarga yetkazadi. Bundan payg'ambarimizning ko'ngli taskin topdi. Rasululloh oxirgi vasiyatlarida, ummatiga qilgan oxirgi vasiyatlarida xizmatkorlarga, ayollarga yaxshi muomalada bo'lishni aytdi. Namozni, sunnatni mahkam tutishni vasiyat qildi. Hamda o'zining ahli baytiga muhabbatli bo'lishni vasiyat qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahli baytini, oilasini yaxshi ko'rishligimiz, birodarlar, Rasulullohning bizga bergan buyrug'i bo'ladi. Astagfirullah. Qul la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ayting. Men sizlardan bu da'vatim uchun ajr mukofot so'ramayman, faqat qarindoshchilik, do'stlik, yaqinliknigina so'rayman. Ya'ni al-mawaddata fil qurba degani Payg'ambar alayhisalomning oilasini yaxshi ko'rishligimizni tushunamiz. Rasululloh ana shu vafot etadigan kunida bir yengillikni his qildi va ikki kishiga osilib masjidga chiqdi. O'tirib payg'ambarimiz namoz o'qidi, Abu Bakr iqtido qildi, odamlar Abu Bakrga iqtido qildi. Peshin namozini o'qidi. Yana payg'ambarimiz bir qator vasiyat qildi, qullarga, xizmatkorlarga, ayollarga yaxshi muomalani, namozni, zakotni. So'ngra hujrasiga kirib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning hujrasiga kirib vafot etdi. Rasulullohning vafotini eslasak, birodarlar, boshqa hamma musibat hech narsa bo'lmay qoladi buning oldida. Rasululloh aytganlar, kimlarni birortalarga bir yillarga, kimlarga bir musibat kelsa, meni vafotimni eslasin. Chunki meni vafotim oldida bu musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Bu xabar musulmonlarga juda ham og'ir bo'ldi va ahli baytga og'irroq bo'ldi boshqalardan. Chunki ular faqatgina ummat emas, Rasulullohga qarindosh ahli bayt ham edi. Kimi eri, kimi amakivachchasi, kimi amakisining o'g'li. Payg'ambarimizni dafnga tayyorlashlikda ahli bayt qoyim bo'ldi. Ularning ichida Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu ham bor edi. Ali roziyallohu anhuning
xulqi. Endi Ali roziyallohu anhu Rasulullohning uyida tarbiya topgan edi. Bu xulqni, nabaviy xulqni o'ziga yuqtirgan edi, ta'lim olgan edi. Keyinchalik mana Muaviyat ibn Abu Sufyonning qo'liga o'tib ketdi xalifalik. Inshaalloh bu darslarga ham yetib kelamiz. Xalifalik Alidan Muaviyaga o'tib ketdi. Shunda Muaviyat ibn Abu Sufyon Ziror ibn Zumro al-Kinoniydan so'radi. Bu Ziror Ali roziyallohu anhuga yaqin kishilardan edi. Muaviya xalifa bo'ldi. Aliga yaqin bo'lgan Zirordan Muaviya so'rayapti. Bizga Alini sifatlab bergin dedi. Ziror aytadi. Endi Ali ibn Abi Talibni yaqindan tanigan, yaxshi bilgan Ziror Aliga ta'rif beryapti. Ziror aytadi: "Vallohi uzoqni ko'rar edi. Quvvatli edi. Qisqa gapirar, adolat bilan hukm qilar edi. Ilm va hikmat uning tilidan otilib chiqar edi. Dunyo va uning ziynatlaridan uzoq, tunlarini ibodat bilan o'tkazar edi. Ko'z yoshlari ko'p, uzoq fikrli, o'ziga xitob qilib, doim nafsini malomat qilar edi. Kiyimning oddiysi, taomning soddasi bilan kifoyalanar edi. Vallohi hamma qatori bir inson edi. Agar uni oldiga kelsak, bizni o'ziga yaqin qilar edi. Agar savol so'rasak, javob beradi, ammo haybatli edi. Agar tabassum qilsa, uning tabassumi xuddi lu'lu marjon kabi edi. Din ahlini ulug'lar edi. Din ahlini ulug'lar edi. Ilm ahlini ulug'lar edi. Miskinlarni yaxshi ko'rar edi. Quvvatli kishi, kuchli kishi agar nohaq bo'lsa, undan umidvor bo'la olmas edi. Zaif inson esa uning adolatidan noumid bo'lmas edi. Allohni guvoh qilib aytamanki, uning ayrim holatlariga guvoh bo'lganman. Yaqin bo'lgan, safarda birga bo'lgan, yo'lda birga bo'lgan, Alining ayrim holatlariga guvohman. Lekin Ali bilmaydi buni. Ana shu holatlardan bittasini aytib beryapti. Ali roziyallohu anhuning safarlarining birida Ziror u bilan birga chiqqan edi. Hamma yotib uxladi. Ziror ham yotibdi. Ali namozga turdi. Zirorni uxladi deb o'yladi, ammo Ziror uxlamagan edi. Tun kirdi, osmon yulduzga to'ldi. Ali roziyallohu anhu ibodatida tazarruda turar ekan, xuddi chayon chaqqan kishidek iztirobga tushdi. Mahzun kishidek yig'ladi. Ziror aytadi: "Hozir ham eshitib turgan deyman uni yig'isini." Shu holatda turib Ali aytar edi. Duo qilar ekan Robbisiga: "Ey Robbimiz, ey Robbimiz." So'ngra: "Ey dunyo, meni aldamoqchimisan? Meni o'zingga tortmoqchimisan? Hayhot, hayhot. G'urri g'oyri. Mendan boshqani aldagin. Tahqiq seni 3 taloq qildim. Qaytishlik yo'q. Seni umring qisqa, majlising haqir, xataring oson. Zotning, oxirat zodining ozligidan ilmning, taqvoning, amalning ozligidan, safarning uzoqligidan, yo'l vahshatidan deb yig'lab o'tkazdi kechani. Ilmda oz deyapti. Amalda oz deyapti. Taqvoda oz deyapti. Kim? Tirikligida jannatiy ekanligini Rasulullohning tilidan eshitgan 4-odam Ali roziyallohu anhu amalda ozligidan, ilmda ozligidan deyapti. Iymoniy tarafini bir ko'rib chiqamiz, birodarlar. Tavakkul, taqvo, Allohni o'ziga suyanishda Ali ibn Abi Talib butun musulmonlarning hammasiga ibrat bo'ladigan inson edi. Mana bilasizlar, bu kishini fitnachilar qatl qilishgan. Bu kishi shahid bo'lgan. Ana shundan avval, qatl qilishlaridan avval bir kishi kelib aytdi. Bir kishi kelib u zotni bir jamoa odamlar qatl qilmoqchi ekanlarini xabarini berdi. Murod qabilasidan bo'lgan kishilar edi, qatl qilmoqchi bo'lganlar. Ali roziyallohu anhu nima dedi unga? Albatta har bir kishi bilan 2 farishta birga bo'ladi. Unga taqdir qilinmagan narsani unga keltirmaydi. Ya'ni unga taqdir qilinmagan narsadan himoya qilib turadi. Agar qadar kelsa, peshraga yozilgan ish kelsa, ular uni holi qo'yishadi. Qadar ustiga tushishligi kerak. Albatta ajal
mustahkam qo'rg'ondir. Ya'ni ajalim kelsa, vafot topaveraman. Agar ajalim kelmasa, har qancha odamlar qasd qilmasin, o'lmayman. Endi Allohga qilingan tavakkal, birodarlar, sabablarni qilishdan to'smasligi kerak. Sababi qilinadi, keyin nima bo'lar ekan deb ham qilinmaydi. Shuning uchun tavakkul borasida, birodarlar, bu insonlardan o'rganishimiz kerak. Rizqimiz bormi, yashaymiz. Rizqimizga taqdir qilindimi, ketaveramiz. Sababini qildi banda, Allohga tavakkal qildi, endi qo'rqmasligi kerak. Agar sababini qilib turib, tavakkal qilib turib, yana qo'rqayotgan bo'lsa, demak tavakkal bo'lmadi bu odamda. Muhim narsa, ulamolar aytishadi, sabablarni qilmaslik xato, gunoh. Ammo sababni o'zigagina suyanishlik shirk. Qaytarib aytamiz. Sabablarni qilmasdan Allohda aytgani bo'ladi deyishlik gunoh, xato bu. Ammo sababni qilib qo'yib turib, faqat sababni o'ziga suyanishlik shirk bo'ladi. Ali ibn Abi Talibni so'zlaridan u kishi aytar edi. Baqara surasining oxirgi oyatlarini o'qimasdan uxlashlik aqlli kishini ishi deb bilmayman der edi. Amanar rasulu bima unzila ilayhi oyat. Biz oyatlar kursini o'qiymiz, duoda o'qiymiz, yotamiz. Ali ibn Abi Talib amanar rasulni ham o'qi deyapti. Albatta u dedi Ali roziyallohu anhu, arshning ostidagi xazinadir. Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Ali roziyallohu anhu shikoyat qildi. Nimadan shikoyat qildi? Yodlagan Qur'onini esdan chiqarib qo'yayotganligi haqida. Xotirani chataqligi haqida. Ya Rasululloh, yodlagan Qur'on oyatlarini esdan chiqarib qo'yapman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuga bir amalni o'rgatdi. Ali mana shu amalni doimiy qildi, xotirasi zo'r bo'lib qoldi. Keyin Rasulullohning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, men avval 4 oyat yodlasam, esimdan chiqib qolar edi. Endi deydi, mana shu siz o'rgatgan narsani qilganimdan keyin 40 oyatni yodlab olaman, o'qisam xuddi Allohning kitobi ko'zim oldida turgandek turadi" dedi. Avvallari bitta hadis eshitar edim, uni ham unutib qo'yar edim. Endi eshitgan har bir hadisimni bironta harfini qoldirmasdan yodimda saqlab turibman dedi. Rasululloh Alini mana shu gapidan keyin aytdiki, Ka'baning Robbisiga qasam, mo'minsiz ey Abul Hasan dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati va u zotga bo'lgan iqtidosi. Sahobalarning ichida payg'ambarimizni eng yaxshi tanigan kishi Ali roziyallohu anhu edi. Aytdi-ku, sahobalar payg'ambarimiz bilan bir marta suhbatlashib o'tirish uchun fursat istashar edi, masjidga borishar edi, ammo Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizning uyida edi. Shuning uchun boshqalardan ko'ra yaxshiroq tanir edi. Ibn Abbos rivoyat qiladi, Rasulullohning qorni och qolganligi haqida xabar keldi Aliga. Ali roziyallohu anhu o'zida ham yegan hech narsasi yo'q. Bir taom sotib olay deb pul qidirib istab chiqdi. Bir yahudiyning uyiga bordi, uni hovuzidan, uni qudug'idan suv olib, xurmolarni sug'orib berishligini kelishdi. Bir tortib chiqargan faqirga bir dona xurmo beradi. Tolla qanaqa navini olasan dedi, ajva dedi. Ajva navini dedi. 17 faqir tortib berib, 17 ta xurmoni oldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib bordi. Abul Hasan, bularda qayerdan oldingiz dedi. Ya Rasululloh, siz och qolganingizni eshitib, sizga yegilik topib kelaman deb eshitib topdim. Mana shunday qildim dedi. Payg'ambarimiz Alloh va Rasuliga bo'lgan muhabbat sizni shu ishga boshladimi dedi? Ha dedi. Boshqa niyati yo'q. Ummu Salama onamiz aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odamlarning eng yaqini Ali edi. Rasululloh vafot etgan kunda hammamiz Oyshaning hujrasida edik. Payg'ambarimiz boshqa ayollari ham. Rasululloh Alini chaqirtirdi. Hadab kelavermadi. Ali keldimi? Ali keldimi devordi. Bu vafot etadigan kuni. Ali roziyallohu anhu kelganida kun ko'tarilmasdan keldi. Biz tashqariga chiqib turdik. Biror bir so'zi bor shekilli deb. Oxirgi bo'lib xonadan chiqqan men bo'ldim. Chiqdimda eshik tagiga o'tirdim. Payg'ambarimiz Alini bag'riga bosib quchoqladi.
Rasulullohning oldida turgan oxirgi erkak kishi Ali bo'ldi. Uni bag'riga bosib quchoqladi, bir narsalarni gapirdi, nasihat qildi, ko'rsatmalarni berdi. Ali roziyallohu anhu chiqib ketdi. Rasululloh bilan faqat Oysha onamiz qolgan edi. Rasululloh vafot etganda faqatgina Oysha onamiz yonida turgan edi. Ammo Rasulullohning tirikligida oxirgi marta ko'rgan erkak kishi bu Ali edi va Rasululloh chaqirtiryapti, kesin Ali meni oldimga deb. Rasulullohning pokiza ruhi tanasini tark qildi. Rasulullohning jasadiga qarab turar ekan Ali roziyallohu anhu yig'lab, "Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Allohumma inna nashhad an qad ballagha ma nuzzila ilayhi va nasaha li ummati va jahada fi sabilillah hatta azzallohu dina va tammat kalimata. Fallohumma faj'alna mimman yattabi'u man unzila ilayhi va sabbitna ba'dahu wajma baynana va baynahu." Parvardigor, Rasululloh o'ziga nozil qilingan narsani yetkazganiga, ummatiga nasihat qilganiga, Alloh o'zining dinini aziz va kalimasini to'liq qilgunicha Allohning yo'lida jihad qilganiga biz guvohlik beramiz. Parvardigor, bizlarni u zotga nozil qilingan narsaga itoat qiladigan kishilardan qilgin. U zotdan keyin bizlarni haqda sobit qilgin. Bizni va u zotni yana takror jamlagin. Odamlar hammalari amin, amin deb turishar edi. Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizning so'zlarini va harakatlarini o'z-o'zidan takrorlar edi. Sunnat deb turib alohida e'tibor berib qilmas edi. Tabiatiga aylanib bo'lgan edi. Biz ayrim ishlarni birodarlar qilamiz, sunnat amalini tabiatimizga singib ketgan. Masalan, hech qachon biz musulmonlar uxlab turib, qo'limizni, betimizni yuvmasdan dasturxon oldiga kelmaymiz. Hojatxonaga kirib chiqib, qo'limizni yuvmay bir joyga bormaymiz. Bu bizning tabiatimizga aylanib bo'lgan sunnat. Ammo shunday sunnatlar bor, bizning tabiatimizga aylanmadi hali. Bora o'ng oyoqdan kiyishlik kerak degan narsa esimizga keladi, sunnat inek kiyamiz. Oyoq kiyim deyachganda chop oyoqdan yechish kerak degan sunnat esimizga keladi deychamiz, lekin tabiatimizga aylanmadi. Ammo Ali roziyallohu anhuning juda ko'p ishlari sunnat bo'lgan ishlar edi, tabiatiga aylanib bo'lgan. Ali roziyallohu anhu Rasululloh bilan doim birga bo'lganligi uchun Rasulullohning bo'yiga amallari, sunnatlari tabiatiga singib bo'lgan edi. Ali ibn Robi'a hikoya qiladi. Bir kuni Ali roziyallohu anhu meni uloviga uchqashtirib, Harro tarafiga olib chiqib ketdi, Madinaning oldidagi bir tog'. So'ngra boshini osmonga ko'tarib, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, faghfirli" dedi. Faghfirli dedi. Sendan o'zga iloh yo'q, sen har qanday aybdan poksan, albatta men o'ziga zulm qilgan zolimlardan bo'ldim. Bas meni mag'firat qilgin dedi-da, menga qarab turib kuldi dedi. So'ngra nimaga kulganimni so'ramaysanmi dedi. Men, "Ya Amiral Mu'minin, nimaga kuldingiz?" dedim. Bir kuni meni Rasululloh otiga, uloviga uchqashtirdi-da, Madinaning Harrosi, hozirgi bular kelgan joyga olib keldi. So'ngra boshini osmonga ko'tarib, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, faghfirli." Sendan o'zga iloh yo'q. Mana shu duoni o'qidi-da, menga qarab o'girib kuldi. Xuddi shu ishni payg'ambarimiz Aliga qilganida, Ali shu ishni Ali ibn Robiyaga qarab qilyapti. So'ngra payg'ambarimiz menga aytdi, "Nimaga kulganimni so'ramaysanmi?" dedi. "Ya Rasululloh, nimaga kuldingiz?" dedim. Shunda payg'ambarimiz aytdi, "Zahiktu min zahki robbi va ta'ajjubihi min 'abdihi annahu ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghayra." Parvardigorimga kulganiga kuldim dedi. Parvardigorimga kulganiga kuldim. Nimaga kulgan edi Parvardigori? Gunohlarni undan boshqa hech kim kechirmasligini bilgan bandasidan taajjublanib kulgan edi Robbim. Shuning uchun kuldim dedi. Bu bunaqa qilib kulishlik sunnat emas ekanlar hammaga. Payg'ambarimiz oddiy ishi bu, o'zini shaxsiy. Ammo Alining tabiatiga singanidan o'z-o'zidan bu narsani takrorlayapti. Bandasi o'zini gunohkorligini tan olayotganligi, gunohlarni faqat Allohgina kechiradi deb bilayotganligi Alloh azza va jallani xursand qiladigan amallardan. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.